1989-yil dekabr oyining o'rtalari. Biz Buxarestdagi saroy maydonidamiz. Havo qahraton sovuq. Bu yerga 50 mingdan ortiq odam olib kelingan. Ko'plari maktablarda yoki ish joylaridan to'g'ridan-to'g'ri olib chiqilgan. Ayrimlari sovuqda 5 soatdan ortiq vaqt davomida tik turgan. Ularning barchasi bitta odam. Nikolay Chausheskuni kutmoqda. U 24 yil davomida Ruminiyani temir qo'l bilan boshqargan. Bir necha kun avval Timishora shahrida mahalliy ruhoniy Chausheskuni tanqid qilgandan so'ng norozilik namoyishlari boshlangan edi. Ruhoniyni hibsga olishga qarshilik ko'rsatilgach, Chausheskuning askarlari o'q uzdi. Endi bu xabarlar butun mamlakat bo'ylab tarqaldi va noroziliklar kuchaymoqda. Obro'sini tiklashga umid qilib, Chaushesku Buxarestda davlat televideniyasi orqali jonli efirda namoyish etiladigan ommaviy miting o'tkazishni buyuradi. Bu uning hayotidagi eng katta xato bo'ldi. Chaushesku balkonga chiqib, tomoshabinlarga qo'l siltaydi. Atrofda deyarli quloqni qomatga keltiradigan qarsak va olqishlar yangraydi. Ammo nimadir noto'g'ri. Olomonning deyarli hammasi qimirlamay turibdi. Faqat oldingi qatordagi bir nechta odamgina harakatda. Olqishlar soxta edi. Bu maydon atrofidagi ulkan karnaylarda yangrayotgan oldindan yozib olingan ovoz edi. So'ng Chaushesku nutqni boshlaydi. Dragi tovarish Shipreti. Dastlab hammasi yaxshi ketayotgandek tuyuladi. Ammo u miting tashkilotchilariga minnatdorchilik bildirayotgan paytda olomonning orqa tomonidan qichqiriqlar eshitila boshlaydi. Bu oldindan yozib olingan ovoz emas edi. Otishyapti deya qichqiradi uning rafiqasi Yelena. Ular binoga kirishyapti deydi qo'riqchisi. Kamera tashqarisida namoyishchilar to'siqlarni buzib o'tib, Chaushesku turgan markaziy qo'mita binosiga yaqinlashmoqda. Operatorga favqulodda holatda kamerani osmonga qaratish haqida aniq buyruq berilgan edi. Namoyishchilar endi to'g'ridan-to'g'ri Chausheskuni ostida turibdi. Nikolay va Yelena ularga qichqirib, orqaga chekinishni buyurishadi. Bu provokatsiya deya o'zini oqlaydi Chaushesku. Qo'riqchilar qandaydir yo'l bilan olomonni yana to'siqlar ostiga surishga muvaffaq bo'lishadi. Ammo kech edi. Chaushesku ish haqlari oshirish va pensiyalarni ko'paytirish haqidagi va'dalarni e'lon qilib, nutqni davom ettiradi. Nutq tugagach esa ko'pchilik tarqalib ketishdan bosh tortadi. Ular yolg'onlardan, zulmdan va Chausheskudan to'ygan edi. Odamlar Buxarest bo'ylab tarqalib, Chaushesku ket va ozodlik deb qichqirishadi. Bu xabarni eshitgan Chaushesku g'azabga to'ladi va shahar hali ham uning qo'lida ekaniga ishonib, tanklar, askarlar va maxfiy politsiyani noroziliklarni har qanday yo'l bilan bostirishga buyuradi. Namoyishchilar ko'chalarda otib tashlanadi. Barrikada qurganlarga esa binolar tomonidan snayperlar o'q uzadi. Ertalabga kelib, ko'chalarda shunchalik ko'p qon to'kiladiki, harbiylar asfaltni suv purkagichlar bilan yuvishga majbur bo'ladi. Bu paytda Chaushesku hanuz Buxarestda va u qo'zg'olon bostirildi deb o'ylab, xotirjamlanadi. Endi hammasi yana odatdagidek bo'ldi, deydi u rafiqasiga. Ammo u adashgan edi. Tong otishidan oldin zavodlardan chiqqan ulkan ishchilar kolonnalari shahar markaziga qarab yo'l olgani haqida xabar keladi. Endi vaziyat o'zgargan edi. Namoyishchilarni to'xtatish uchun yuborilgan askar va politsiyachilar o'q uzishdan bosh tortib, namoyishchilarga qo'shiladi. Chaushesku zudlik bilan markaziy qo'mita binosida partiyaning qolgan rahbarlari bilan favqulodda yig'ilish o'tkazadi. Shu paytda 100 minglab namoyishchilar binoni qurshab olib, ichkariga bostirib kirishga urinmoqda edi. Namoyishchilar bir necha daqiqada ofislarga yetib kelishi mumkin edi. Chaushesku tomga vertolyot chaqirishni buyuradi.
Nikolay va Yelena qattiq qo'rqqan. Ranglari oqarib ketgan edi. Ularni qo'riqchilari deyarli ko'tarib vertolyotga chiqarishadi. Ikki yuqori martabali amaldor va ikki qo'riqchi bilan birga ular namoyishchilar tomga chiqishidan bir necha daqiqa oldin uchib ketishadi. Snagovdagi qarorgoh tomon yo'l oladi. Bu yerda Chaushesku harbiy yordam so'rab urinadi va ikki qurolli vertolyot kuzatuv sifatida yuborilishini talab qiladi. Ammo javob aniq edi. Hech kim yordamga kelmaydi. Ular yana uchishga majbur bo'lishadi. Yukni yengillashtirish uchun ikki amaldor qoldirib ketiladi. Chaushesku g'arbdagi Targovishte shahri tomon uchishni buyuradi. Ammo radio orqali buyruq keladi. Barcha parvozlar taqiqlangan. Noma'lum uchuvchi apparatlar urib tushiriladi. Shu sababli vertolyot yo'l bo'yiga qo'nadi. Endi Chausheskular atigi ikki qo'riqchi bilan yolg'iz qoladi. Ular yo'ldan o'tayotgan mashinani to'xtatib, velosiped ustasini majburan haydashga majbur qilishadi. Yo'lda ular radiodan Buxarestdagi qo'zg'olon g'alaba qozongani haqidagi xabarni eshitib, dahshatga tushadi. Haydovchilarni shahar chetidagi qishloq xo'jaligi institutiga yashirinishni taklif qiladi. U yerga yetib kelishgach, institut direktori ularni bir xonaga qamab, eshikni qulflaydi. Ko'p o'tmay, mahalliy politsiya Chausheskularni hibsga olib, harbiy qismga topshiradi. Yangi hukumat ularni imkon qadar tez sud qilishga qaror qiladi. Yangi davlat rahbari Ion Ilesku favqulodda harbiy tribunani tuzish to'g'risida farmon imzolaydi. Ular genotsid, mamlakat iqtisodiyotini vayron qilish va chet el banklariga $1 milliard ortiq mablag'ni olib qochishga urinishda ayblanadi. Ayblovlar o'qib eshittirilganida Nikolay kulib yuboradi. Sud taxminan 2 soat davom etadi va faqat rasmiyatchilik uchun o'tkaziladi. Himoya yoki apellyatsiya imkoniyati bo'lmaydi. Chaushesku sudni noqonuniy deb tan olmaydi. Ammo bu hech narsani o'zgartirmasdi. Tribunal Nikolay va Yelena aybdor deb topadi va darhol ijro etadigan suv otuv jazosiga hukm qiladi. Nikolay hukm ustidan shikoyat qilishga urinadi, ammo rad etiladi. U Yelena bilan birga qatl etilishni so'raydi va bunga ruxsat beriladi. Ularning qo'llarini bog'lashmoqchi bo'lishadi, ammo ikkalasi ham qarshilik ko'rsatadi. Ular harbiy qism hovlisiga olib chiqilib, devor oldiga qo'yiladi. Yelena qatl etuvchilarga haqoratlar yog'diradi. Ba'zi manbalarda u yig'lay boshlagani aytiladi. Nikolay esa nisbatan xotirjam bo'lib, oxirgi lahzalarida Internatsional qo'shig'ining birinchi satrini kuylay boshlaydi. Ertasi kuni Ruminiya televideniyasi ularning jasadlari tasvirini namoyish etadi. Chausheskular haqiqatan ham yo'q qilinganligini isbot sifatida. 1990-yil may oyida Ruminiyada 1937-yildan beri ilk bor erkin saylovlar o'tkaziladi. Keyingi 20 yil ichida mamlakat NATOga qo'shiladi. Yevropa ittifoqiga a'zo bo'ladi va asta-sekin qayta tiklana boshlaydi.